Assalomu alaykum. Bugun 3-yanvar 2026-yil bemorimiz Amerikada istiqomat qiladi. Ya'ni bemorimiz 1 yil 2 yil oldin Amerikada operatsiya o'tkazgan, ya'ni ochiq usulda dischurani olish operatsiyasi, ya'ni L4 L5 sohasidan olingan, yana residiv. Yana bu karashoklarni tikkan avval. Mana tikkan, mana bu tikilgan holatlari, mana iplari turibdi. Turgan holatlari. Buni o'sha vaqtda pavrijat qilgan, ya'ni jarohatlagan bo'lishi mumkin. Hozir ehtiyotkorlik bilan bizlar dischurani topamiz. Bu yerda hammasi chandiq bo'lib yotibdi. Bu qaytalangan dischurani operatsiyasi murakkabroq hisoblanadi. Oddiy dischuraga qaraganda juda murakkab. Chunki juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Mana bu yerda mana tikkan, tikilgan holatlari. Bu retsidiv deyiladi. Yani chandiqlanib ketgan, yopishib ketgan. Mana sekvestrlangan dischurasidan chiqdi. Bu yorilib chiqib ketgan. Mana qarasangiz MRTda oqib chiqib turibdi. Ko'rsatgin. Realnoda. Real vaqt deydi. Mana shu narsa, sekvestrlangan narsa, mana shu bilan chiqib ketgan narsa. Ko'rdingizmi? Avval ochiq operatsiya o'tkazgan. L4 L5 shuncha kesgan. Hozir mana biportal usul bo'yicha kirib sekvestrlangan dischurani olib tashladik. Xudo xolasa bemorimizni ertaga turg'izib yurgizamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog'lik, salomatlik. 2 yil yurdimki yana qaytalandi. Eda 10 kun ichiga 2 marta operatsiya qildida. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana kecha bemorimiz biportal endoskopiya bilan operatsiya qildik, ya'ni qaytalangan dischurani olib tashladik. Avval operatsiya bo'lgan, necha yil oldin Amerikada bo'lgandingiz? 2 yil oldin. 2 yil oldin Amerikada operatsiya qilgandi. Shu xuddi shunday bitta oyoq ishlamay qolgan edi. Uyushib qolib, keyin eda operatsiya qildirdim. 2 yil yurdimki yana qaytalandi. Eda 10 kun ichiga 2 marta operatsiya qildida. Suv chiqqan. Ko'pincha furay degansiz, og'ir. Endi ko'pincha bu shofyorlarni kasalligi ham deb hisoblaydi. Girija ham uzoq vaqt o'tirish ham mana shu girijaga sabab bo'lishi ham mumkin. Hozir qanday og'riqlar? Hozir yaxshi. Oyoq ancha yengil bo'lgan. Oyoq yengil bo'lgan. Yurish ham ancha yaxshi. Yurimiz qiladi. Amerikada qachon keldingiz? O'tgan hafta shanba kuni to'g'rishiga keldimda. Samolyotdan tushdimmi, to'g'rishiga keldim. Instagramda gaplashdingiz? Instagramda onlayn, o'zi sizda onlayn Instagramdan ko'rdim-ku. Keyin siz bilan gaplashdim, edaki ma'lumotlarni tashladim sizga. Keyin ushib keldimmi, to'g'rishiga keldim. O'sha kuni MRT qog'oz hammasini tezlikda tayyorlab, dushanba kuni operatsiya bo'lib, mana bugun yurimiz yaxshi. Sog'lik, salomatlik tilayman. Katta rahmat doktor, sog' bo'ling. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Amerika bo'lsa kutib olasiz. Inshaalloh, bizga xizmatga. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling, mayli, rahmat.